Söz 5. 11. asrda yaşagan ulug' Uyg'ur shoiri, adib, faylasuf va davlat arbobi Yusuf Xos Hojib tarafidan yozilgan Qutadg'u Belik dastonining hozirgi zamon Uyg'ur adabiy tilidagi nasriyashmasining nashr qilinishi vatanimizdagi osonliq millatlar klassik adabiyoti tadqiqoti sohasida qilingan yana bir cho'ng ish. Qutadg'u Belik dastoni Uyg'ur klassik adabiyotining eng munavvar bir obidasi. Shundaqla Junxo millatlari madaniyat xazinasining qimmatbaho durdonasi. Mamlakatimizning mashhur adabiyotshunosi Lavshi 50-yillarda bu dastonning qimmati ustida to'xtalib, Qutadg'u Belik dastoni yolg'iz Uyg'ur xalqining qimmatlik madaniyat boyligi bo'lib qolmasdan, balki vatanimiz madaniyat tarixining bebaho boyligidir degan edi. 1. Partiya 11 navbatlik markaziy komitetining 3-umumiy yig'inidan keyin mamlakatimizdagi har qaysi osonliq millatlarning, jumladan Uyg'ur xalqining klassik adabiyoti va madaniyati sohasidagi tadqiqot keng qanot yaydirildi. Partiyamiz va hukumatimiz adabiy meroslarga varislik qilish va uni keng ko'lamda echish xizmatiga alohida e'tibor bilan qaradi. 1980-yildan boshlab Şinjan Uyg'ur Avtonom Rayonluq Partkom va xalq hukumati Qutadg'u Belik dastonini tadqiq qilish xizmatiga bevosita yetakchilik qilib, nurg'un ilmiy xizmatlarni uyushtirdi. Ayni vaqtda Avtonom rayonimizning muavin raisi Hamid Eminov boshchiligida Qutadg'u Belik tadqiqotiga yetakchilik qiladigan maxsus rahbarlik hay'atini qurib, tadqiqotni konkret tashkilladi. Til adabiyot tadqiqoti sohasidagi olim mutaxassislar keng jalb qilindi. Hay'at bu ulug' asarni tadqiq qilish va nashr qilishda ko'plagan amaliy xizmatlarni ishladi. Avtonom rayonluq ijtimoiy palla akademiyasining ta'sis qilinishi, osonliq millatlar klassik adabiyoti tadqiqotining sistemalik, ilmiy tartib bilan sog'lom rivojlanishiga zamin hozirladi. İjtimoiy palla akademiyasining millatlar adabiyoti tadqiqot o'rni olim mutaxassislarning zo'r tirishchanligi bilan bu asar ustida izchil emgak singdirdi. Natijada 1984-yili bu dastonning transkripsiyalik matni nazmiy yashmasi, 1986-yili xanzucha tarjimasi nashr qilindi. Buni endi nasriy yashmasi xalqimiz bilan yuz ko'rishmoqda. 2. Har qanday milliy adabiyot meroslarini tadqiq qilish va o'rganishning tub maqsadi uning ijobiy va ilg'or taraflarini yechib, real turmushga mos keladigan va foydali bo'lgan xususiyatlarni muayyanlashtirishdan iborat. Har qanday adabiy meros ajdodlarning tafakkur tarixidan, o'tmishning siyosiy, ijtimoiy ahvolidan derak beradi. Adabiyot san'atining o'tmish davrdan bizgacha yetib kelgan eng yaxshi yodikorliklari ma'lum tarixiy sharoit bilan bog'liq bo'lgan holda bizni o'tmish hayotidan xabardor qiladi. Qutadg'u Belik dastoni Uyg'ur xalqining o'ttira asridagi falsafa va ijtimoiy ideologiya ahvolini aks ettirish jihatda nihoyatda cho'nqur ahamiyatga ega, tangdishi yo'q bir asardir. Yaqinqi 10 yildan buyon bu asar ustida bir qadar keng tadqiqotlar olib berildi. Biror adabiy obidaga uzil kesil baho berish uchun uni cho'nqur va atrofli o'rganish, tadqiq qilish lozim. Cho'nqur va atrofli o'rganib chiqish uchun oldi bilan uning hozirgi zamon tilidagi nusxalarini borliqqa keltirishga, u o'z ichiga olgan mazmun va g'oyalarni xalq tushunadigan vositalar orqali ayon qilishga to'g'ri keladi. Shundoq qilgandala, uning badiiy ahamiyati, tarixiy qimmati va real turmush bilan bo'lgan munosabatimi ro'shan bo'ladi. Junxo millatlari madaniyat xazinasining olamshumul boyligi bo'lgan Qutadg'u Belik dastoni yaqinqi bir asrdan buyon dunyo sharqshunoslik ilmining muhim bir tadqiqot nuqtasi bo'lib keldi. Uning 3 xil qo'lyozma nusxasi davlatimizda va chet ellarda aynan nashr qilindi. İngiliz, German, Rus va turk tillaridagi yashmillari ishlandi. Bularning hammasi bu ulug' asarni yanada cho'nqur va atrofli tadqiq qilish uchun bizni yetarli ilmiy asoslar bilan ta'minlaydi.
Qutadg'u bilik dastonining nasriy usul bilan yeshib berilganligi, dastonning umumiy mazmuni va syujeti, u olg'a surgan idea va muallif Yusuf Xos Hojibning dunyo qarashi bilan har soha kitobxonlarining teximi cho'nqur tonishib chiqishi uchun foydali. 3. Klassik adabiy meroslarga varislik qilishda tanqidiy qabul qilish, mig'izi bilan shaklini ayirish, qadimkini bugun uchun xizmat qildirish fanjinida ching turish kerak. Bo'libmi varislik qilish bilan yuqori ko'tarishga ahamiyat berish lozim. Meros bo'lib qolgan har qanday yodikorlik o'zining butun mazmuni bilan o'zi vujudga kelgan davrda qanday ahamiyatga ega bo'lgan bo'lsa, keyingi davrlar uchunmi xuddi shunday ahamiyatga ega bo'la olishi notayin. Chunki u yangi tarixiy sharoitda, yangi ijtimoiy turmush tushunchasi ichida, yangi bir avlodning ma'naviy doirasida yashaydi. Shunga uning mazmunida qandoqdir bir nuqta ko'nrab qolgandek, vaqti o'tib real ahamiyatini yo'qotgandek bilinadi. Lekin uning ijtimoiy taraqqiyot qonuniyatlarining tub mohiyatini yechib bergan, haqiqatga uyg'un bo'lgan ilg'or va ijtimoiy nuqtalari yanada o'z qimmatini yo'qotmaydi. Bularga diqqat qilgandala, adabiy meroslarga to'g'ri baho bergili va uni yuqori ko'targili bo'ladi. Ajdodlarimiz bizga intayin mo'l, intayin qimmatlik madaniyat meroslarini qoldirib ketgan. Biz Junxo millatlarining munavvar madaniyat merosini qadrlashimiz, osrishimiz, qezishimiz va varislik qilish asosida uningdan foydalanishimiz, uni yengilishimiz, ilgirlatishimiz lozim. Tömür davom et.